Assalomu alaykum aziz ko'pkari ixlosmandlari. Mana bugun biz Yakkabog' tumani Turon qishlog'ida Ilhom akani xonadonida bazmiga kelganmiz. Xudo xolasa ushbu ko'pkaridan videolar, polvonlar bilan o'zaro kamroq otlarni tanishtirib, polvonlarni tanishtirib o'tamiz. Videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, gruppalarga tashlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Qo'llab-quvvatlasalaringiz, xudo xolasa bundan ham zo'r videolar oldinda. Bu ko'pkarni biz videoga nimaga qo'ymaymiz, YouTube'ga. Faqat biz mana shu ko'pkar boshlanishidan oldingi taassurotlar bilan bo'lishamiz siz bilan. Mana el xalq tanigan Iskandar buvamiz bilan suhbatlashib turgan joyida boshlaymiz. Iskandar bu, assalomu alaykum, hormang. Qandaysiz? Yaxshi. Charchamagina. Yaxshi, rahmat. Bugun to'y qanday bo'ladi, xudo xolasa? Endi xudo o'ngidan ketsa yigitlar mana bugun shu to'y qilgan yigit bir o'zi insof qilib yiqqan chachalasini elga tashlasa, polvonlar ayirsin, omadini bersin. Nasib. 4-5 ayirsin, otlarni tagidan shamol o'tib turaversin. Otlar ham kamaymasin, ko'paysin yaxshi otlarimiz. Shunday. To'y ko'paysin, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Shunday bo'lsin. Eng chiroyli to'ylar O'zbekistonni Qashqadaryoning Yakkabog'ida bo'lyapti. Bundan-da ko'proq bo'laversin. Shunday bo'lsin. Buva, siz endi taniganlar bor, tanimaganlar bor. Sizni taniganlarga avvalo salom. Tanimaganlarga Iskandar buva, polvon buva. Bu buva hozir o'zi bilan ozroq gaplashdik. Tog' bo'risi laqabini olgan. Buva, siz nechinchi yilda chopgansiz? Men 80dan 2000-yilgacha osh chopganman. Undan keyin katta pasaverganmiz. Qaysi otlarni mingansiz buva? Eng birinchi Alapoycha degan o'zimning eng yaxshi otim bordi, G'uzorga sotdim. Katta pulga sotganman. Undan keyin Jiran degan ot taxlab chiqardim. Uni Surxondaryoni Abdulla Tangrievni akalariga sotdim. Mana. U oblisga zo'rlik qilardi. Xohlagan joyiga borib bitta katta zot bo'lib aytaylarsa, o'sha bitta katta zot olganman men. O'sha Nishonmi, Qarshimi, G'uzormi, o'sha hamma joydan shu Jirani bilan eng zo'r zotlar olganman. U mayda zotlarga ko'p haydamasdim. Rahmat buva. Nasib bo'lsa sizga umringiz uzun bo'lsin. Endi sekin videolar davom ettiraveramiz. Buvam bilan xudo xolasa alohida bir kun bizga suhbat berasiz. Bo'ldi, gap yo'q, mayli. Otdan ko'ring bilsa beramiz. Suhbat berasiz. Qilgan ishlarimizni gapiramiz, yolg'onini qo'shmaymiz. Shunday bo'lsa, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat sizga. Mana Yakkabog' sayislar quroli Baxtiyor rais. Baxtiyor aka, otni tanishtiring. Toyota'dan Sarvar akam marshal. Bu Ajax'da bo'lasiz. Ajax'da bo'lasiz. Necha yosh bo'ldi bu? Endi qiziqda. 15 ta qo'lini. Barakasini bersin. Bu yil xudo xolasa xayrli polvon juftligiga. Xayrli bo'ling. Omad. Bugun ham xudo xolasa katta sovrinni olsin. U qorasi qaysi? Qorani laqabi. Qashqa. Bizniki. Sizniki Baxtiyor raisning o'zini Qajar Qashqasi. 9 yosh kelish qayda? Kelib chiqishi Koson. Sorodar. Barakasini bersin, otlarga omad. Bu otni tanishtiring qanqa? Yangi xarid. Bu yangi xarid Toshkent raisni biyasimi? Bo'ldi. O'xshab turibdi o'zi. Bu mashhur otvoz Baxtiyor, adashdim. Bahodir akani qora qizini shu urug'ida bu, Qora qizning urug'i. Buni kelib chiqishi Nug'ayli Yakkabog'dan. Keyin Yakkabog'ga Jamshid Xopish choptirdi. Shunqor polvon juftligiga ancha bir yaxshi ishlari bor edi buni. Keyin G'iyos akaga o'tdi. Undan keyin mana Toshkent akaga. Toshkent akani ham omadini bersin, otlari ham xudo xolasa toy tuyaga solayversin. Mana bu Toshkent raisda ikkinchi ot. Endi ikkinchisi o'zi nariga oq buz biyada, mana bu birinchisi yulduz biya. Bu biya Tog'zonaga ancha mashhur. O'zimiz tarafga ham yaxshi, mashhur. Hamma polvonlarda ovni ochib, hamma polvonlar mingan tog'di polvonlar. Esimga kelmayapti, esimga kelsa aytaman. Mana bu ot hamma tanigan o'sha mashhur ko'k bo'ri. Shonazarboyda ko'k bo'risi.
Omad tilaymiz. Mana bu ot Xurram Hoji buvani Yakkabog' tumani Chibron qishlog'idan Xurram Hoji buvani ilmdori, mashhur ilmdor. Bu palvonni ham, bu otni ham ochkolari yaxshi, buyursin egalariga. Xudo xolasa bugun to'ygani aytsin. Abaka, abaka ana qilam. Abror aka Xurram Hoji buvani o'g'li. Mana Xurram Hoji buvani o'zlari. Assalomu alaykum. Yusuf Hoji buva adashim. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Mana bu ham oti bilan tanishamiz. Bu otning laqabi nima? Super Jiran. Super Jiran. Super ot o'zi ham yaxshi ot. Bu otni taniganlar. Otlarda ismlarda adashayotgan bo'lishim mumkin. Xotiram ham ancha pand beryapti-da. Super Jiran. Necha yosh bu Super Jiran? 13 yosh. 13 ga kirdi. Kim minadi buni? Kamron polvon. Kamron polvon. Yakkoq inglizdan. Kamron polvonga ham Super Jironga ham bugun omad. Rahmat. Charchamaysiz bu. Mana bu Chonazar akani boychisi. Boychi laqabli oti mana bu ot. Elyor polvon mingan bu otni. Shahrisabzdan chiqqan. Mana bu otimiz Yakkabog' tumani Ishkent qishlog'idan G'ani buvani Sezir oti. Hozir Yunus polvon juftligiga yaxshi rezultat deydimi, nima deydi? Ko'rsatyapti. Buni Saman polvon ham ko'p harakat qilgan-a. Saman polvon juda ko'p mehnat singan, rahmatli. Yaxshi polvon edi. Necha yosh bu aka? 9 yosh. Egalariga buyursin, katta ot zotlarni bugun olib ketsin, xudo xolasa. Mana bu ot Yakkabog' tumani Sharqildi jamoa xo'jaligidan Ismat buvani Dovul laqabli ot. Dollarmi? Dollar, mana. Dovul qora, ha? Dovul qora. Dollar dovul. Ikkalasi endi o'xshashda. Adashmovchiliklar uchun yana so'rayman, uzr. Otlarni nomiga adashaman. Kim bilyapti aka bular? Biladimi? Otamurat. Otamurat polvon. Otamurat polvonga ham omad tilaymiz bugun. Otlarga ham omad. Mana Ramazon polvon. Ramazon polvon, hormang. Assalomu alaykum. Suhbat, blogerlar qiroli. Assalomu alaykum. Meni ham tanishtiring-da. Charchamayapsiz. Bu kishi Men Farhod Nazarov bo'laman. Farhod Nazarov. Yakkabog' tumani Chibron qishlog'idan. Yakkabog'. Hatto o'qimaganman. Yozishni Yo, shunday bo'lgan bilan siz ancha mashhursiz. Farhod akani taniganlar bitta like bosib, kommentariyaga aytib qo'ying. Sizda ham muxlislaringiz bor. Ha, hammaning muxlisi bor-da. Mana Abdulla buva eski polvonlardan. Abdulla buva, assalomu alaykum. Va alaykum, qandaysizlar? Zo'r, o'zi qandaysiz? Charchamagina yuribsiz. Tomosha bugun buva. Ot miningda. O'xshab qolsa bo'ldi. Mana Abdulla buvamni taniganlar ham yozib ketinglar. Abdulla buva ham ancha yil ot chopgan o'zimizga. Mana Ramazon polvonning otasi. Bu buvam ham ancha otvoz polvon bo'lgan. Yaxshi otlar ko'p menga. Zo'r otlarni choptirgan. Charchamang. Qaysi kanal bu? Buvam bilan gaplashdik. Sog' bo'l. O'xsha ekan. Mana bu ot Ishkentdan, laqabi Samsung. Sobir To'rayev buvamizning otlari mana. Mana bu Yakkabog' Ishkent qishlog'idan Sobir To'rayevning ovchi laqabli ot. Mana bu ot Yakkabog' tumani Imom Yoqubdan Billy Boeing. Bu otni tanimaganlar uchun Ulug'bek polvon minardi buni. Shundaymi? Ulug'bek polvon minadigan Billy Boeing. Mana bu otimiz Yakkabog' tumani Chaqar qishlog'i.
Chaqar qishlog'idan mashhur Norbu akani o'sha mashhur tilla samani. Bu ot yaxshi yig'inlardan, zo'r to'ylardan ayirgan, barakasini bersin. Bugun ham Xudo xolasa to'y egalaridan ayirsin mana. Shunqor palvon, Lochin palvon, hamma palvonlar mingan. Mana bu ot Akrom akani mafiyasi. Akrom akani bilmaganlar Norbu akani ukasi bular Akrom aka. Shundaymi o'zi? Hech, dumadan shu toshadini mushlaydi. Qadar etmaydi. Ha, Muzrab palvon. Ha. Ke qara vaqqa. Mana Muzrab palvon. Chaqardi, tatardi, yaxshi tant palvoni. Payas palvonni jiyani. Mana bu ot Yakkabog' tumani Daryo qishlog'idan To'ychi palvonni mashhur Karol oti. Bobur palvonning otasi To'ychi palvon. Bu Baronmi aka? Yo'q, baron emas. Baron bo'ladi. Mana Shaman Qirg'izdan Mustang laqabli ot mana shu ot bo'ladi. Videoda kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Aylanib egalaridan so'rab ruxsat bersa olyapmiz. Mana bu otimiz Yakkabog' tumani Idilbek qishlog'idan Muzaffar raisda Bulut laqabli oti. Buni chiroqchi To'lqin palvon minadi, xudo xolasa. Ana otga ham, egalariga ham omad tilaymiz. Mana bu otlarimiz Surxondaryo Isomiddin raisda otlari. Kasimsot. Bu ot. Arslon palvon. Minaqada bu Tsunami, hamma bilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqandga mashhur. Ana Tsunami. Fide rais. Fide akam. Mana bu otimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Hoji maydondan Bahrom aka qassobda 202 laqabli bu yangi xarid mana. To'ylar ham kelyapti. Mana bu odam mashhur o'sha Muhadir Sayis, Muhadir palvon deymizmi No'g'aylidan. Mana bu otimiz Yakkabog' tumani Ishkent qishlog'idan mashhur Mariya baytal. Mariyanami, Maryam? Mariana. Mariana. Shunqor palvon, Abbos palvon minni o'tgan safar. Mana shu ot. Nurqul buvani Mariana biyasi. Nurkamol palvon qaraydi bu otlarga. Nurqul buvani otlariga. Bu otimiz o'sha yil tanigan Ko'kbo'ri otni chiqargan Tolmas rais, Muzaffar raislarda Ko'kbo'ri ikkisi. Hozir Shonazar aka choptirayotgan Ko'kbo'rini bunday olgan shogirdi deymizmi, xullas egalari bir. Shonazar akaga sotilib katta Ko'kbo'ri, keyin bu keldi o'rniga. Mana bu ham o'sha Tolmas rais, Muzaffar aka raisda erka to'riq oti. Bu ot Yakkabog'dan chiqqan. Eski o'zimizda Qorabayir otxonadan chiqqan. Yoshi 2019-yil tug'ilgan. Men bu otni yaxshi bilaman. Shuning uchun bemalol qo'rqmay ma'lumot beraman. Eski otxonadan chiqqan. Eski otxona. Mana bu ot xuddi o'sha Ishkent qishlog'idan Rasht buva. Rasht buvani Shaton 2 laqabli oti. Bu ot eski oti Monza edi. Keyin bu yoqqa o'tib, hozir Shaton 2 bo'lgan. Kelib chiqishi Toshkent. Ha, Toshkentmi?
Toshkent. Bu otni tanishtiring. Bu Chinor ot. Yoshi necha yosh? 9 toy. Kim bilan buni? Humoyun. Humoyun polvon. Xo'jadan. Rahmatli Norxo'ja buvani nevarasi, Muzaffar polvonni jiyani Humoyun polvon. Omad polvonlarga, otga. Mana bu otimiz, bir aylantiring aka. Begona qilmaydim odam, bo'ldi ushtirishtirursan o'zimiz aylan. Ha, bu oyog'iga uratmagan aka. Qisillam ekan ha. Ha, Xummondan, Yakkabog' tumani Xummon qishlog'idan. Ha, Sharsabz Xummon. Sharsabz Xummondan kimda? Bahodir aka. Bahodir akani Udar laqabli ot. Otam Udar akan ko'z tegmasa. Mana bu otimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Daxya qishlog'idan Mannon hoji buvamizni mashhur millionchik ot. Bu millionchik kelib chiqishi, endi men o'zim bilgancha aytaman. Yakkabog' tumani Gandada Kamarli, hozirgi Kamarlidan chiqqan. Olim akalardan chiqdim. Kimdan chiqdi bu? Komil akadan chiqqan, adashdim. Mana shu Komil akadan chiqqan mashhur millionchik. Ramazon polvon bilan edi. Hozir ham Ramazon polvon? Ha. Hozir ham Ramazon polvon bilan. Mana bu Qashqadaryo tanigan, Surxondaryo tanigan o'sha Akula laqabli ot. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Fayzulla aka hoji akamizni Akula laqabli ot. Sais Anvar aka. Saislar qiroli. Mana bu ot boychi ot. Ya ustoz bular bizda. Boychi ot. Hozir mana boychini bitta aylantiray. Mana bu boychi ot. Hozir ikkalasini ham Yunus polvon bilan mana Anvar akani ustozi bo'laganlar bu kishi. Bu ismingiz nima? Toji Xo'roz buvamiz mana. Polvonlarga, otlarga omad. Navruz polvon bizni shogird bu yigit. Bloger. Akula 2 bu. Akulani bo'lasiz, ha bu? Mana bu Akula 2 ot. Mana odam bilaman, to'ydan bitta reklama qo'ying, baxtiyor bo'l. Bo'ldi aka. Bu lidermi unisi? Lider. Lider ham chapga qarab turibdi. Lider, mana. Lider. Mana Baxtiyor buvani tumori o'zi yoniga. Bu ot necha yosh? 4 yosh. Toy ekan hali, buni saqlang bu. Mana bu Zarif akamizda, o'sha Tirondan Zarif akamizni toy ekan. Necha yosh bu? 5 yosh. Mashhur otlarni chiqaramiz. Ara-araga mana shunday endi chiqib kelayotgan to'ylarda ham chiqarib qo'yamiz. Faqat zurotlar chiqarmay deyishlaringiz ham mumkin. Mana kichkina endi chiqib keladigan to'ylarda ham chiqaramiz. Mana bu otimiz mashhur otboz Bahodir akani yangi oti. Oti nima edi buni? Turbo laqabli ot. Buni Bahodir akani o'zi. Qora qiz, Dante otlar boya videoni boshiga aytdim. Ana shu qora qiz, Dante otlarning egasi hozirgi choptirayotgan oti. Ana palvonlarga, otbozlarga omad, otlarga. Mana bu toyimiz Akrom raisda Shankar laqabli toyi. Akrom aka necha yosh bo'ldi bu? 5dan 6ga chiqdi. Bu otni kelib chiqishi shu o'zimizdan, Akrom akaning o'zini biyasi, otasi Dilmurod polvon Qo'sindan choptirgan jironot. Aslidan qassobga ketdi-da buni otasi. O'zimizda anondan stansiya tarafdan Yakkabog' aslan qassobga sotilgan ot. Qorasuv qishlog'i, aslan qassob qishlog'i. Omad. Mana bu otimiz Yakkabog' tumani Qurashaq qishlog'idan Chorshanba buvani Chavkarmi laqabi nima edi? Boychi. Humoyun polvon bilan, ha? Javlon polvon. Shahar Javlon. Mana bu otlar. Mana bu otam o'sha Qurashaqdan hozir aytib o'tgan Chorshanba buvani Gulsanam laqabi nima? Gulsanam 2 bu. Sanjar Otvozni Gulsanam biyasini nevarasimi?
Nevarasi. Mana bu ot. Bu Chavkar anavi Gulsanamning qizi. Bu birinchi ballarimi endi? Gulsanamni birinchi ballalari emas bu. Gulda bir 4-chi yo 5-chi ballari. Mana Sanjar aka. Gulsanamning nevaralari, ballari mana aka. Mana bu ot Qashqadaryo viloyati qishliq. Qamashi qishliqdan. Qamash. Mana bu otimiz Qashqadaryo viloyati Qamash tumani qishliqdan Shermat buvani bomba laqabli ot. Palvon kim minadi buni? Botdi palvon. Qamashi botdi palvon. Minadigan otlar. Bu otimiz Qamashi, o'sha Qamashning qishlig'idan botdi palvon mina ekan bu otni. Qorabayr laqabli. Otingiz nima edi, rais bu? Otingiz ismingiz? Turdakani Qorabayr ot. Mana bu otvozlar mana. Xusundan Yakkabog' tumani Xusun qishlog'idan Sobir aka. Azim buva bu kishi. Kishilar ham ancha yillik otvoz. Samar aka ko'taring qo'lingizda. Mana bu kishi Samar aka Klichko otdi. Hozirgi kunda Klichko ot choptirayotgan. Rais bu ana o'la. Mana bu Akrom palvon. Yuqaling bo'lmasa arqimdan. Ana Nahalchi akamiz Zayn aka nahal qo'yapti otlarga. Zayn aka nomingizni yozib qo'yamiz aka. Ayting nomingizni. Nahalchilar uchun mana nahal qoqtiraman deganlar. Ko'p kardashni bizga qoqib beradilar. Ayting. 99 075 3274. Buva kelgandiramki, ya. Mana bu hozir aytgan o'sha Klichko ot. G'uzor buvaniki. Buva. Aytib bozor bo'lar. Aytib bozor buva, G'uzor buva, aka-ukada adashtiraman. Ana aytdim-ku. Samar aka sayiz. Palvon kim? Xayrilla palvon. Mana bu Qusundan hozir aytib o'tgan Sobir akani Qoya laqabli ot. Qoya laqab. Toy necha yosh bu? 22 qo'ying. 22 qaysi otdi bolasi? Muzaffar qo'ya oti. Muzaffar akani. Muzaffar polvon. Ha, rahmatli Norxo'ja buvani o'g'li Muzaffar polvonni Qoya laqabli otini bolasi ekan. Mana bu ot Yakkabog' tumani Qusun qishlog'idan boya ko'rsatgan Azim buvamizda Dunay laqabli oti. Necha yosh buva bu? 21 qo'lini 5 ta. 5 ga kiribdi mana. Dunay laqabli ot. Mana Azim buvani o'zi. Mana bu ot Toshkentda Yakkasamani. Bekmurod bir burib qo'ying otni bu yoqqa. O Bekmurod. Ana Yakkasamanmi bu? Yakkasamanmi? G'iyos akani oti bu. Mana Yakkabog' tumanidan Xurashayxdan Dilmurod aka. Bakovullik qiladi bu odam, sayis odam ot chiqaradi. Samandar palvonning akasi. Ha, yashang, ularga sachiladi. Dilmurod akaning o'g'li Shohruh palvon yakka to'riq otdi mana. Chopadi hozirgi bu yil kashfiyot Shohruh palvon. Mana yosh palvon bu yigit. Necha yoshga ayruvdi bu yigit? Necha yoshga ayruvdi shu bala? 12 yoshiga mana shu palvon katta to'ydan ayirgan. Burib qo'y, menga qara bir. Oting nima edi? Avozbek palvon. Qanday? Samandar palvonning akasi Bomurod aka, mashhur otvoz. Yaxshi ot chiqargan bu kishi ham zo'r otlar chiqargan. Assalomu alaykum. Mana bu ot Nortoy palvonni Tilla jiyroni mana. Ma'mur, ot laqabi nima edi? 22. 22 mi buni? Men Tilla jiyron dedim, mana Ma'mur sayiz. Bu zo'r yigit. Mana bu Yakkabog' Imomyoqdan Ortiqboyni
o'sha mashhur Qorabayir, Ulug' palvon minadi. Savron palvon. Savron aka mana o'zi. Mana Savron aka. Ulug' palvon shogirdi yaqa ki. Mana bu ot o'sha yana Qorabayir sheriga Ilmdor, Ortiq akani ilmdori. Ha. Savron aka kiyinyapti. Mana Ulug' palvon. Omad. Rahmat. Mana Ahror aka Dasaf, Yakkabog' tumani. Imom Yoqubmi Alakuylar? Alakuylar qishlog'idan Yevro mashhur. Bu ot kelib chiqishi Qizil suv, ha? Tog'dan kelganda. Qizil suv. Qizil suv Ishkent keyin mana Ahror aka choptiryapti. Ulug' palvon minadi. U ot qaysi edi? Yangi, ha bu? Bunisi yangi shatun. Bu Shatun. Haqida sapti kelgan. Ahror aka Dasaf toti bu ham. Ulug' palvon minyaptimi? Yo'q, buni Burib qo'yvandan. o'tkir polon minadi. O'tkir aka o'rgatyapti. Mana bu ot mashhur Vandam, Davron palvon minadi. Abror palvon, Davron palvon minadi. Rustam Hojibon ot. Mana Xayrulla palvon, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Tutagota qishlog'idan Xayrulla palvon forma qilyapti. Rahmatli Azzamxon palvonda o'g'li bu kishi. Akas eng kichkinasi, yo Hoji akammi? Eng kichkina. Eng kichkinasi. Xayrulla palvon. Sarvar akam boya videoni boshiga o'tib ketdim. Hey, tepaga Baxtiyor aka. Mana bu ot Toshkentlik tadbirkor Asadulla akani, endi Yakkabog'dan asli Toshkentga tadbirkorlik qiladilar. Asadulla akani Baraka Jiron ot. Mana bu otimiz o'sha Asadulla akani mashhur Asadulla aka otvozda mashhur Yashkasi, Yashnobod. Endi men Yashka deb chaqiraman bu otni. Bo'ladi. Mana shu otni minib yur. Xo'p, mana menga kelganimdan ot berdi mana. Palvon buvamni ko'rgan odam bu odam. Shomurod buva, bu kishini kim tanisa, kommentariyaga yozib ketinglar. Shomurod hoji buva. Ot chopgan ancha yillar bu kishi. Asadulla akani tog'asi bo'ladilar, endi akasidek gap. Bu ot o'sha otlarning sheriga Oqpaypoq. Asadulla akani Oqpaypoq oti. Mana bu ot Asadulla akani Shapoq laqabli ot. Xayrulla palvon, Abdumutal palvon, O'tkir palvon, Arslon palvonlar minadi bu otda. Buni sheriga bugun dammi? Zalatoyga bugun dam ekan. Palvonlarga, otvozlarga omad. Biz ham endi ko'pkarni boshlaymiz, ko'pkariga chiqamiz. Mana bu palvon Mannon buva bo'ladi bu kishi. Sayslar quroli, yaxshi otlar chiqargan bu kishi ham. Bilmadim, sizlar tomonidan inson mehri. Men o'sha chapani ko'pkari eski. Mana Ixtiyor aka keldi. Bu kishi bakovul, otvoz, palvon bo'lgan. Mana Ixtiyor aka. Dairadan. O'tkir palvon. Endi forma qilyapti. Yakkabog' Budyonni otvozlari gruppasi raisi. Kimligini hozirgacha. Dilmurod palvon. Baxtiyor akani jironi. Ana ko'pkari ham boshlandi. Biz ot ustigamiz, shu ot ustidan sekin videolar qilaveramiz. Mana Shod aka. Shod aka, bu insonni ham taniganlar bormi? Mana Anvar aka. Sayslar qurol Anvar aka. Ana Uchqun aka. Uchqun qassob qaldirg'och otda egasi. Asl palvon, yosh palvonlardan. Mana bu ot Yakkabog' Satsabg'o'za Maluba, muhokama Malubas.
Mana Jovli buva. Yakkabog' tumani Muchun qishlog'i, ha? Muchun qishlog'idan. Jovli hoji buva. Ot nima edi laqab? Qirg'iz. Davron palvon minadi buva. Davron palvon. Mana bunday vaziyat ham bo'lib turadi. Dollarda palvon minyapti dollarda. Dollarda mingan bilan palvonni taniganlar kommentariyaga yozib qo'ying. Mana oldimizga taka ayrildi. Hayda palvon. Hozirgi to'yxonada bir ulo ustiga 500 ming pulli palvon qaytasi. Qo'ng'iroqda Orif palvon. Snayperi. Sizlar bilan qalsa bo'lsin. Bir ulo 500 ming pulini bering. Sulaymon palvon. Bu kishi Norxo'ja buvani akasi, ukasi bu kishi. Norxo'ja palvon rahmatlining ukasi. Lochinga ketyapti. Lochin Dudusaman. Lochindan chiqdi. Soma, epinga kuyosa. Hayda palvon. Ana Yunus palvon ayirdi. Yunus palvon boychi bilan. Ana Yunus palvon qaldirg'ochdi meni. Uning xursand bo'ladi. Voy xotining xursand bo'lsa, endi uning xursand bo'ladi. Hayda. Hayda. Qo'lini oching palvonni, o'tkir palvon. Ana Yakkabog' Botash qishlog'idan To'lqin domlarini Boyka laqabli ot. Aka bir aylantirib qo'ying. 10 metr sudir. Bosdi. Shu zotni o'zi. Mana shu. Mana Sezrot Sais Rustam aka. Rustam palvon. Cho'yanni Rustam palvon. Xayrilla palvon marshal bilan ayirdi. Qo'ng'iroqda Abjal bu. Bormi amaloga traktorga? Mana bu ot Dehqon raisda, Yakkabog'dan Dehqon raisda Rembot, Karol, Jonpo'lat, Rokki otlarni choptirgan. Mana bot palvon. Elchi palvonga. Qorabayirda. Qamash qishlog'ida Qorabayir. Ulash palvon hading muxlislarga. Sharsabz. Mana Muzaffar palvon. Muzaffar aka. Rahmatli Norxo'ja buvani o'g'li Muzaffar palvon. Ot qaysi ot? Hayda. Irgami? Dizili. Ko'tarma. Ha, akasi, doktor buvani dizili. Kaptival aqalot degasi. Dili raisning nomidan. Dengda. Mana Muxib palvon. Ayirdi hozir. Original chechim bilan. Muxlislarga hading. 50 dollari bor ko'rsatib ayirasan. Musofirlarga rahmat. Mana. Ol ustiga to'yxonada. Mana soat jo'rayapti. Yakkabog' tumani o'z qishlog'idan soat jo'rayapti Oskar. Koba. Oskar. Ya bu graf aka. Graf To'yxonada Koba Oskar. ko'rpasi bor. Bu Koba eski Koba malasi. Biza ko'ramiz. Ha. Baxtiyor aka Beknazarov Kobasi malasi. Hammaga omad. Musofirlarga Xudo asrasin. il bilgan, ilga mashhur Qashqadaryo, Surxondaryoga mashhur palvon. Bakaul Aslin akamiz. Shu palvon aytdimi? Sizga ham rahmat. Milis akani ota G'iyos palvon minadi. G'iyos palvon Panji Qassobni Navoiy to'rig'ini minyapti. Ana Yakkabog'dan Dilla raisda Jayron Ko'zbiyasi. Hayda hozir. Buribdaylar. Ma'lumot uchun Messi Abror palvon mingan Messi otni bolasi bu. Jayron Ko'z, Lochin palvon minadi. Ana Umid palvonni Do'ngqishloq setisi. Palvoni kim oti nima edi? Quvonch palvon, Quvonch palvon. Umid palvon, nima forma qilmayapsiz?
Lazioda 23-chi. Malades. Umid Palvon, taniganlar. Bitta like bosib qo'yinglar Umid Palvon uchun. Oz qoldi chiqamiz. Nasib, xudo xolasa. Otni burib qo'ying. Ibrohim Palvon Annaydan. Muxlislarga. Hammaga rahmat. Kamil haydang, Kamil. Burib qo'ying. Somdan aka otiga javlan Palvon. Husayn Qimalik. Yunus Palvon, Lochin Palvon, mana G'iyos Palvon, bu yoqqa Bobur Palvon. Hammasi o'zimiz palvonlar. Akalar, men ko'pkar ololmayman, ming bor uzr. Men mana shu ichkaridan mavzu qo'yiraman. To'rabek. 5 minut mana pirikor bo'ldi. Serga. Davron Palvon, ot qaysi ot? Zachkana baytal. Ha. Zachkana Davron Palvon mana. Umid Palvon. Juma Palvon mana. Shahrisabz Qaraqushdan bor palvonlarni topib mana taylayapmiz endi. Yakkasaman G'iyos aka. Lochin aka hosilani choptirgan Yakkabog' uzdan ha Lochin aka, uzdan. Mana Sham Palvon. Shogirdi ukasi Ilyos Palvon. Qilko'prik ha bu. Qilko'prik bunisi qaysi edi bu? Bu ham Dilmurod akani ha, boya ayirda bu. Dilmurod boyni Captivas. Laziz chetkir. Lager. Qaysi Arlandami? Arlandaga Alisher. Usinni palvonlari bular. Buni haydada. Sen oting bu. Ha? Shumi? Ha? Toshkan ekan-ku bu. Burtanikimi? Siz menga chetkir. Laziz palvon shogirdlari bilan turibdi. Mana original chechen. Bekjon raisda original chechena. Kelib chiqish qayerdan aka buni? Kallinsat. Ana. Muq palvon ayirgan ot. Janor kustigmas. Ha, Tolmas rais. Tolmas Sayis. Rais hamda bular, Sayis hamda bular bu odam. Bu odam otga qiziquvchi yigit. Ishdan to'g'ri ko'pkarigami. G'iyos bankir kecha transfer bo'lgan. Biya laqabi nima edi? To'maris Toshkent akaga sotilgan. To'marisda bu sheriga. To'maris ayirda. Quvonch palvon ayirdi To'maris bilan. Shuni sheriga bu, singlisi. Sharsabz Hazaradan. Milisboyda laqabi nima edi ot? Zamon laqabli ot mana. Bu portalda sherigi-da. Portal otdi, mashhur portal otdi sherigi hozir Sharsabz Hazaraga Milisboyga kelgan. Ustiga Bobur palvon, G'iyos palvonning shogirdi. Ana Maqsud aka Ishonboyni Tornado otdi, mashhur. Juda ko'p palvonlarni palvon qilgan bu ot. Dam qilganda. Yo, palvon qilgan. Ana sunami. Asli palvon sunamini. Aziz ko'pkari ixlosmandlari, videomizni biz tugatdik. O'zi videoda bu gaplarni gapirmoqchi edim. Ayrim sabablarga ko'ra atdельный video qilyapman. Keyin qo'limizdan kelgancha polvonlarda, otozlarda video qilib, montaj qilib YouTube'ga qo'yamiz. Xudo xolasa bundan keyin ham boshqa ko'pkarlarga ham shunday videolar qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni aytib o'tsalaringiz biz xursand bo'lamiz. Kamchiliklar bo'lsa, uzr, qolib ketgan otlar bo'lsa, keyingi otlarga, keyingi ko'pkarlarga xudo xolasa albatta imkon qadar joylab, ko'rsatib, hammani otini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun birinchi syomkaligi, birinchi marta olayotganimiz uchun tanigan, bilganlarni otlarini oldik.
Xudo xolasa bundan keyin ham shuni videolar qilamiz. Biz ko'pkarini videoga qilib chiqarmadik, sababi Abdumalik aka Yakkabog' olami olayotgan ekan. O'shaning uchun nima qilayotmadik. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa yoki bir takliflar bo'lsa, to'ylarga aytsalaringiz, uni ham xizmatini qilib beramiz. Ko'pkarlaringizni syomkaga olib, to'ylarda syomka qilib chiqarib berishga harakat qilamiz, imkon qadar chiroyli qilib. Hammaga rahmat, bizni qo'llab-quvvatlaganlarga.